Assalomu alaykum hammaga. Siz bilan Rainbow kanali. Bugun sizlarga Adin Expert akkaunt ochishni o'rgataman. Avval Telegramga kirib olamiz. Qidiruvga APK deb qidiramiz. Xohlagan bir kanalga kiramiz. Eng pastga tushib, Adin Expertni yuklab olamiz. Mana Adin Expert o'rnatilmoqda. Endi Adin Expertni ochishni bosamiz. Endi sizlar bilan agar o'zingizda akkaunt bo'lsa kirishni bosasiz, bo'lmasa ro'yxatdan o'tishni bosasiz. Ro'yxatdan o'tishni o'rgataman. O'zimda akkaunt bor. Ro'yxatdan o'tishni bosamiz. Xohlasangiz bir bosishda telefon orqali, email farqi yo'q. Men bir bosishdan tanlayman. Bu yerga sport uchun bonus. Agar siz kupon tuzmoqchi bo'lsangiz sport uchun bonus. Lekin biz Casino va Brix Games o'ynaganimiz uchun Brix Games tanlaymiz. Promokod degan joyiga meni promokodimni kirsangiz bo'ladi, lekin hozircha menda promokod yo'q. Ro'yxatdan o'tishni bosamiz. Ro'yxatdan o'tishni bosgandan keyin bizda hozir kapcha chiqadi. Mana kapcha chiqdi. Piyodalar o'tish yo'llarini tanlaymiz. Ko'pchilik mana shu yerda qiynaladi. Siz bitta tanlagandan keyin tasdiqlashni bosmang. Mana yana chiqadi joyida. Hammasi tugagandan keyin tasdiqlashni bosish kerak. Umuman qolmaganiga e'tibor bering. Endi tasdiqlashni bosamiz. Avtobus tanlaymiz. Avtomobillarni tanlaymiz. Keyin tasdiqlashni bosamiz. 3 ta bo'ldi. Endi sizda mana login va parolingiz chiqadi. Buni ekran suratga olib qo'yishingiz kerak. Keyinga bosamiz va o'zi akkauntingizga avtomatik kiradi. O'tkazib yuborish. Biz siz bilan keyingi videolarda qanaqa qilib futbollardan kupon tuzishni va qanaqa qilib pul to'ldirishni o'rganamiz. Bizni kuzatib boring. Rainbow 23 kanali siz bilan. Endi siz bilan hozir akkaunt sozlamalarni to'g'irlashni o'rganamiz. Lekin maslahatim oldin o'ynab pul o'tgandan keyin sozlamalarni to'ldirishni maslahat beraman. Bu yerda Adin Expertda menu bo'limi bor. Menu tarafga o'tamiz. Brix Games yo'sangiz bonus bor. Lucky VHL. Mana shu o'yinni aylantiramiz. Bu yerda bonus tushish ehtimoli bor. 2x mana bu yerdan bonuslardan ko'rsangiz bo'ladi. Agar mana shu yerda ursangiz 2x oshiriladi. Keyin cashback bo'limi bor. Cashbackdan bu yerdan xohlagan bir ikkita o'yiningizni tanlasangiz bo'ladi. Men Vampir va Games Oddini tanlayman. Siz uchun cashback beradi mana shu o'yinlarni o'ynasangiz. Bu yerda hisobni boshqarish bo'limi bor. Qancha pul chiqarganingizni ko'rsa bo'ladi. Promo bo'limi bor. Siz futbol kupon tutsangiz bu yerda promo beradi. Cashback bo'limi bor. Bu yerda cashback beradi har 7 kunda. Yana pul to'ldirish uchun mana shu plusni bosasiz. O'z masalan Humo, Uzcard xohlaganingizni tanlaysiz. Men Humodan to'ldiraman. Pul miqdorini yozasiz. Shu yerdan to'ldiraverasiz. Keyin agar kupon tuzmoqchi bo'lsangiz Express tuzasiz. Xohlasangiz jakka. Masalan mana shu o'yinda birinchi Alyan komandasi Kanonni 2-0 ga o'tyapti. Bu komanda o'tgani uchun buning koeffitsiyenti past. Buni bosib tursangiz mana shunday bu yerga olinadi. Mana bunda esa bu o'tyapti. Buni olib tursangiz buni olinadi. Bu teng bo'lyapti. Buni bostirasiz mana. Endi mana yerga yozsangiz
Bugün kupon tuzildi. 3,8 koeffitsient. Masalan, 10.000 so'm qo'ysangiz 38.000 so'm bo'ladi. Agar o'xshasa. Agar birontasi o'xshamay qolsa, pulingiz kuyadi. Kupon tuzgandan keyin mana yerdan ko'rsangiz bo'ladi. Hozir sizlarga o'zimning akkauntimga o'tib ko'rsataman. Mana men o'zimning akkauntimga o'tib oldim. Ko'rishingiz mumkin. Bu yerda hisobni boshqarish bo'lmida mana men kiritgan va chiqargan pullar, pluslari men kiritgan, minus chiqarganlarim. Bu yer ancha ko'p. 10.05.2026 dan beri. Endi bu yerdan bonus sanab ko'ramiz. Bu yerda 2x tushdi. Faollashtirishni bosib faollashtirsak bo'ladi. Cashback 1 euroga yetganda aylantirish beradi bitta. Promo bo'lmadan cashbackimizni ko'rsak 985 daraja. Mana mening tuzgan kuponlarim. Yana bitta o'xshagani bor. 57 koeffitsiyentga 1700 so'm. Shu bilan keyingi videolarda o'ynaganlarimni qo'yaman.